Teknomakondan yangrıgan ünçü sadası. Ümitlik qalblarning o'chmas navosi. Mehirlik dillarning o'rtaq arzusi. Yangi Zelandiyadan anglatilayotgan Uncha programmasi. Salkin shamol shig'irlab chumbal qayridi. Keldi bahor chimanda bulbul sayridi. Nazg'it not sumbullar çiçek ayridi. Küldü Noruz, küldü can, dillar yayridi. Assalamu alaykum, Uncha programmamizning aziz ishtirokchilari. Her birimizga intayin qimmatli bo'lgan bu güzel bir kunda programmamizning Noruz bayramilik alayda soni orqali sizlar bilan didorlashganimdan intayin xursandman. Men riyosatchi Rana G'upur. Noruz Uyg'urcha yangi kun, ya'ni yangi yil boshlangan kun degan so'zdir. Noruz bayrami Uyg'urlarning eng qutlug, eng cho'ng, eng zo'r tantana bilan o'tkaziladigan qadimgi yangi yil bayrami bo'lib, shamsiya, ya'ni kun kalendari bo'yicha yil oxirlashib, yangi yil kirgan kun. Miladi kalendar bo'yicha har yili 22 mart o'tkaziladi. Shu vajdan bu qitimqi alayda san programmamizni Uyg'ur madaniyatini saqlab qolishda alayda kuch qo'shayotgan Uyg'ur Yevropa ansambli qarindoshlarimizning go'zal sovg'alari bilan bezidik. Uyghur Yevropa ansambli haqida. Ko'ngil quvvati yaxshi chalg'idan, ruh o'ziqi xush ovozidan. Shodlikni oshirg'ichi xonanda, g'amni katkizgichi sozanda. Alisher Navoiy. Uyg'ur xalqi uzoq muddatlik tarixiy davrlar jarayonida dunyo madaniyatiga o'chmas tuhfalarni qo'shgan bir qadimiy madaniyatli xalqdir. Uyg'ur san'ati va tili Merkezi Asya asmanidagi chaqnab turgan cho'lpon bo'lsa, Uyg'ur 13 kun muqomi dunyo madaniyat xazinasidagi hech o'xshashini topqilib bo'lmaydigan yagona, ham musiqidan olgan musiqa madaniyati hadis bo'lib qolmasdan balki Uyg'ur xalqining dunyo naqsh musiq san'atiga qo'shgan buyuk bir to'psidir. Mana bu shundoq bir mudish tarixiy sharoitda Yevropa ellarida yashayotgan vatanparvar san'atkorlar san'at orqali o'z millatining yaralangan qalblariga azroq bo'lsa-mu ruhiy tasalli berish ham millat uchun qo'lidan keladigan biror ahamiyat ish qilish maqsadi bilan 2019-yili 9 aprel kuni Norvegiyaga jam bo'lib, Uyg'ur Yevropa ansamblini qurib chiqdi. Mazkur ansamblning qurilishi navbatdagi Uyg'ur diasporasining tarixi taqozosi ham Uyg'ur madaniyat san'atining chet ellarda bo'lsa-mu o'zining soplig'ini saqlab qolish va erkin shaklda dunyo xalqiga tashviq qilib ko'z tutishini besilgan muhim qadamlarning biri bo'lib hisoblanadi. Uyg'ur Yevropa ansambl qurilib uzun o'tmay o'zining tunji maydon konsertini ilgari oxir bo'lib Belgiya va Gollandiya davlatlarida g'alabalik tomonlab har soat tomoshabinlarning qizg'in olqishi va yuqori bahosiga erishdi. Ansamblda hozircha o'z ixtiyorligi bilan mehnat qilayotgan 17 nafar san'atkor va 3 nafar ma'muriy xizmat qiluvchi xodimlar bor bo'lib, ular o'z vazifalarini qo'lidan kelishicha jon ko'ydirib o'rindab kelmoqda. Ansamblning kelgusi xizmat nishoni: 1. Uyg'ur san'atiga varislik qilish va uni keng tashviq qilish. 2. Avlodlarga chalg'u asboblarni o'g'itish. Uyg'ur 13 kun muqomini o'rganish ham uningga to'g'ri varislik qilish. 3. Uyg'ur san'atini, kulturini tonishtirish, barliq demokratik ellar bilan o'zaro hamkorlashib, madaniyat almashtirish orqali Uyg'ur millatining dunyo millatlari ichidagi bir tinchlik suyar, demokratiyani, erkinlikni suyadigan, kishilik huquqqa hurmat qiladigan, do'stona, zamonaviy madaniyatni yaxshi ko'radigan qadimiy ilg'or millat ekanligidan iborat bu haqiqatni san'at vositasi orqali jahon ahliga tashviq qilib tunishtirishdan iboratdir. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rganlar. Men Muxtar Abdukerim Jambaz, Uyg'ur Yevropa ansamblidan. Uncha programmamiz orqali sizlar bilan didorlashganligimdan intayin xushalman. Assalomu alaykum, aziz ko'rganlar. Men Yevropa Uyg'ur ansamblidan Kamil. Uncha programma orqali aringlar bo'lganimdan xursandman.
Ben Avrupa Uygur Ansamblı'nın Cavdet. Biz Uyg'ur Yevropa ansamblidan Azmat va Nasima. Uyghur Avrupa Ansambli a'zosi Can Acam'dan o'tliq salom, a'li ehtirom. Uyg'ur Yevropa ansamblidan Yaşar. Gülen'den buluman. Ben Uygur Avrupa Ansamblı'nın Vizat Turdi. Nadira Shavkat buluman. Men Uyg'ur Yevropa ansamblidan Azhar Anvar. Nurali. Uyg'ur Yevropa ansamblidan Tayir. Rahima. Ünçü programısı arkalı Sizlar bilan didarlashganimdan intan xushalman. Novruz Navruz, Nevruz. Navruz. Nevruz. Yangi Novruz. Novruz demek Yeni hayatlık, Yangi bir orzu. yeni bir yıl. yeni bahar, Yeni yıl demektir. Yeni bir yıl. yeni ümit. Nuruzinglar muborak bo'lsin. Novruz bayraminglarga muborak bo'lsin. Nevruz mübarek. Navruz muborak. Hammalarning Navruzi muborak bo'lsin. Noruz mübarek olsun. Nevruz mübarek. Hammanglarning Novruz bayraminglarga muborak bo'lsin. Navruz muborak. Hammalarning Nevruz bayramiga muborak bo'lsin. Barlık dostlarınki Nevruz bayramını için yüzlükümden tebrikleymen. Navruz muborak. Begimning guli sana, chin ishqimni bilasana. Begimning guli sana, chin ishqimni bilasana. Ko'zlarimiz uchrashsa, yer ostidan kulisana. Ko'zlarimiz uchrashsa, yer ostidan kulisana. Chiroyli gulim, gulim şekerim. Çırayla gülüm, gülüm şekerim. Odlarımda kıyarı, bağrım ciğerim. Odlarımda kıyarı, bağrım ciğerim. Bağlarımda sarxilgil, sarxiliga sen layık. Bağlarımda sarxilgil, sarxiliga sen layık. Bu cahanda qizlar ko'p, sen emedin chiroyli. Bu cahanda qizlar ko'p, sen emedin chiroyli. Chiroyli gülüm, gülüm şekerim. Çırayla gülüm, gülüm şekerim. Otlarımda kıyada bağım ciğerim. Otlarımda kıyada vay bağım ciğerim. Oy gözlerin kumalek, çin söygege lıkmulek. Oy gözlerin kumalek, çin söygege lıkmulek. Vazgeçmeymen seninden, çıraylıgım çıraylık. Vazgeçmeymen seninden, çıraylıgım çıraylık. Çıraylık gülüm, gülüm şekerim.
buğularının her bir sözleri bizge intihon qimmatli miras bo'lib, her bir qadamlarimizda bizge to'g'ri yo'l ko'rsatgan. Mana bugungilar o'zimiz va o'zligimiz ustida o'ylanganimizda, shularning kelgusimiz uchun qoldirgan shu hikmatlari quloq to'yimizda yangraydi. Qimmatli san'atkorimiz al-o'g'li Abdurahimid apandim shunday atlar hikmatlarni go'zal liriklik ohanglar tankashtirda bizga taqdim etgan edi. Bu qitimliq programımızda fazilatli san'atkorimiz Abdurahimid apandimning shogirdlaridan Muxtar Abdukerim Jambas ijrosida anglaydiganimiz Naqsha ay Uyg'urim. Yol başladı kök büre Orhunda tüzdüm türe Yol başladı kök büre Vuruldu kuni parvat Katlangat durmun servat Ataldın tokuz buğluk Kançkan kıldı kulluk Ataldın tokuz tuğluk Kançkan kıldı kulluk Kulludun tavga çıkanlı Bastırıp koştu bu yanlı Kulludun tavga çıkanlı Bastırıp koştu bu yanlı Türkiler ağımızın Ertuğa doğunuzun Türkiler ağımızın Ertuğa doğunuzun Ey Uygur'un Uygur'un Uygarlıkta Uygur bul Olsun parlak ikbalin Uygarlıkta uzgar bul Ey Uygur'um Uygur'um Uygarlıkta Uygur bul Olsun parlak ikbalin Uygarlıkta uzgar bul Töre yol başladı kök büre Orhunda tüzdüm töre yol başladı kök büre Uğruldu kıyıp pervaz Atlangaç kurman servaz Aman kıldın turpanı Orada kentni barmanı İcat kılıp karızni Ahya kıldın kivezni Şipek yaydın kırdanda Revnak tattın yırpanda
Türkiler ağılsan Ertuğa doğulsan Türkiler ağılsan Ertuğa doğulsan Ey Uygurum, Uygurum Uygarlıkta Uygur bol Bolsun parlak ikbalim Uygarlıkta uzgar bol Ey Uygurum, Uygurum Uygarlıkta Uygur bol Bolsun parlak ikbalim Uygarlıkta uzgar bol Bizde şundaq axloq fazilatli, cümleden sanatdan iborat bevosita qalbni qalbga tutashtiradigan, uzun yillar ilgirla intayin taraqqiyot va qimmat topgan mirosimiz asosida mana bugungacha o'chmas asarlar maydonga kelmoqda. Ushbu minutlarimizda san'at ishlarimiz uchun hayotini taqdim etgan suyumli ijodkorlarimizni eslamay o'tolmaymiz. Ana shu muhtaramlarimizni eslash, ularga bo'lgan sevg'inishlarimizni marhum kompozitor, el qalbida yuqori martabaga erishgan o'g'lonimiz Mahmud Sulaymon ijodiyatlaridan Nuruz Gülüm nomli kuyni Nur Ali Xushavozning o'rnatishida anglaymiz. Çaşlarımın örümleri tal tal bulsun men üçün. Kaşlarımın rəgimleri hilal bulsun men üçün. Kirpiginden kanat yasap pervaz kılıp çayrasa asmının tağının
sidek selam olsun men üçün. Kirpigimden kanat yasap pervaz kılıp uçayrasa asmının tağının sidek selam olsun men üçün. Bağımdaki güllerine yaşın bilen su sipey, tağımdaki bürkütlerine yüreğimni dartay. Salkın şaman bilip gelgen yedlerimni bergin bana sana aşık yoluna ömrümü can eteyim. Salkın şaman ilip gelgen yedlerimni bergin bana sana aşık yoluna ömrümün can eteyim. Sana aşık yoluna ömrümün can Köz kelip o'z yurt mana gül çiçek bo'ldi Hasan. Köz kelip o'z yurt mana gül çiçek bo'ldi Hasan. Hasreti gülün fıraqi her ko'ngillarga ayon. Hasreti gülün fıraqi her ko'ngillarga ayon.
yetkin kömürüm Ersini yıkıldım bayan Uyghur xalq muqamlari Uyg'urning qanida aqadigan, Uyg'urning tilidan tamadigan, Uyg'urning dilidan chaqnaydigan go'har kabi bebaho boyliqdir. Uni qo'g'dash, uni kelgusi farzandlarga taqdim etish bizning o'ylanishga tegishli masalalarimizdan biridir. Navbatdagi minutlarimizda Rahimaning ijrosidagi mushavirat muqamining julasi huzuringizda bo'lg'isi. Deydu, yandi deydu, minning yarimni, minning yarimni. Badi deydu, yandi deydu, minning yarimni, minning yarimni. İgiz davan açtı deydu bu italimni ayır ey bu italimni vayda dey bu italimni İgiz davan açtı deydu bu italimni ayır ey bu italimni vayda dey bu italimni İgiz davanlaşma bunca mezil görünmez mezil görünmez İgiz davanlaşma bunca mezil görünmez mezil görünmez Kara yorgan inme günçe çöller kezilmez ayar ey çöller kezilmez vayda dey çöller kezilmez Kara yorgan inme günçe çöller kezilmez ayar ey çöller kezilmez vayda dey çöller kezilmez İgiz davanlaşma bunca mezil görünmez mezil görünmez İgiz davanlaşma bunca mezil görünmez mezil görünmez Kara yorgan inme günçe çöller kezilmez ayır ey çöller kezilmez vayda dey çöller kezilmez Kara yorgan inme günçe çöller kezilmez ayır ey çöller kezilmez vayda dey çöller kezilmez
vatan mehri ve qadri hammamizga o'tildi. Vatandan söz açqınımızda yürki yetişmaydigan qarindoshlarimiz bo'lmasi kerak. Vatanni siyğingan, vatan ishqini ko'ygan ham vatan xizmati uchun o'zlarini taqdim etayotgan barcha azizlar uchun adolat yo'lida o'z hayotida qimmat topgan san'at tili orqali anglag'uchiga emas, anglag'uchining yuragiga so'zlagan yutuq qahramon kompozitor va kuychimiz marhum Kurash Ko'san ijodiyatlaridan Salam Dağla Vatanga nomli kuy yosh naqshchi Azmat Abduqodir ijrosidagi qalbinglarga yoqqisi. Senden ayrılıp vatan yigen aşım aş emas, yigen aşım aş emas. Sana telmirgen küzdin, kanlar aktı yaş emas, kanlar aktı yaş emas. Yat eldeki altın mı, men üçün bir taş emas. Bu derdimni anlatıp salam denla vatanga, salam denla vatanga. Baray desem yol yirak, he degende gitelmey, he degende gitelmey. Serdap olup yürümen, burdunanni yütelmey, burdunanni yütelmey. Kaçkın buldu namim o, men çigirdin ütelmey. Şundak sersan yürdu, balan denla vatanga, balan denla vatanga. Vatan degen iğizga toymay toymay qarayman. Bayrak tutkan kollarni suyup suyup tutayman. Bayrak tutkan kollarni suyup suyup tutayman.
kurayman Oğlum bugün derdinde Sarandın lavetenge Sarandın lavetenge Oğlum bugün derdinde Sarandın lavetenge Sarandın lavetenge Bek uzun küttüm seni Birkilerin yok midi Bek uzun küttüm seni Birkilerin yok midi Köydürüp bunca mini bir süyerin yok midi Köydürüp bunca mini bir süyerin yok midi Ne aram tapkan yok bu gönül derdim aram Ne aram tapkan yok bu gönül derdim aram İzlesem ögey görüp özgüren yok midi Özlesem ögey görüp özgüren yok midi Birikik oldum nitay menzilin tağım hemen Birikik oldum nitay menzilin tağım hemen Mihribanın yakşığa özgülerin yok midi Ey özgülerin yok midi Yol Irak, gönül Irak Deselçin ötmegen Yol Irak, gönül Irak Deselçin ötmegen Xat yezip hiç bulmasa söz biren yok midi Xat yezip hiç bulmasa söz biren yok
midi söz bilerim yok midi Vaqt münasibətindən bu qitimliq alayetsam programımızın qimmatli dəmləri bilan xoşlaşmoqchimiz. Kelar qitim programda didarlashgacha omon bo'lmaysizlar. Uncha har anglishimizda dilingizga baxsh etsin. Xayr